Bir kunda qancha pul topamiz? Qani, ketdik. Birinchi o'rinda kiyimimizni alishtirib olamiz. Ancha semirib ketibman-a. Endi toychoqda minib, material olgani boramiz. Bugun xontaxta qilib pul topamiz. Nechta xontaxta qilaman, necha pul topaman? Qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, oxirida aytaman. Olib kelgan materiallarimizni oppoq qilib najdaylab chiqamiz. Najdak, oqartirish sizlarning shevalarda nima deyiladi? Buni oqartirguncha shunaqangi jang bo'ldim, ichimdan o'tganini o'zim bilaman. Oqartirib bo'lishim bilan zakaz qilgan MDFim keldi. Sekin-asta uyga olib kirib oldik. Endi shu joyda menga patuska bosib qo'ying. Shu hafta 2000 ta bo'lishimiz kerak. Endi tayyor bo'lgan narsalarni qoqib chiqamiz. Bitta xontaxtadan 25 ming so'm pul qolar ekan. Nima deysizlar? Qilgan mehnatim puliga arziydimi? Kommentariyada izoh kutaman. Soat ertalab 10 da boshlaganman, 5 ga tayyor bo'ldi. Qalay? Xontaxtamiz chiroyli chiqibdimi? Endi buni sotaman. Kim oladi?